Xullas o'rtoqlar, barchaga salom. Men sizlarga hozir hech kim ko'rsatmagan narsani YouTube'da ko'rsataman. Yaqinda hamma yoqda trend bo'lib ketyapti, robot fon. Ana ko'rib turganinglardek, o'shani Xitoydagi taqdimotini jivoy ko'rasizlar. Xullas ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda smartfon. Bu yoqda Honor o'zining maxsus robotlari turibdi. Ko'rishingiz mumkin mana. Robot fon o'ynayapti. Oldiga turib olaman, ko'rishingiz mumkin. Musiqaga o'ynayapti hozir mana. Sizlarni trekking qiladi. Hozir undan tashqari qo'limga olib ko'rsataman. Taqdimot atmosferasini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r o'tyapti. Mana endi ko'rishingiz mumkin. To'xta. Qaranglar, bu yoqda Honor robot fon turibdi. Bu yoqda robotdan nasib qilingan. Buni bemalol hozir o'zini ham mana salomlashsa men bilan salomlaydi. Kelyapti. Xullas ko'rishingiz mumkin. Mana salom qo'y podpischilarga. Boshqarishyapti. Mana oldinga kelib o'tira ola qoldi. Xullas robot fon gap yo'q. Yana ko'rsatib boramiz. Hozir bu mashinaqasi nima desak bo'ladi? Hop, telefonning o'zini tanasi bor. Keyinchalik yana bu telefonlar nima bo'lib ketadi? Honor nimalar qilyapsa? Smartfonning ichki tuzilishini ko'rishingiz mumkin. Mana Honor robot fon. Bu yoqda mana kamerasida nimalar joylashgan, xullas barcha ma'lumotlar mana yerda keltirib ko'rsatilgan. Bu yoqda mana korpusi, akkumulyatori mana ko'rishingiz mumkin, necha milliamper. Xullas ichki tuzilishi nima desa bo'ladi? Xuddi yuragi, tanasi, hamma narsa sochib qo'yishdi mana yerda. Bemalol mana batafsil ma'lumotlar ham bitta bor ekan. Kamerasi 360 ga aylanib, istalgan tarafingizdan videoga oladi. Xullas mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin, bitta boshqa smartfon bilan bu yoqda Honor robot fon turibdi. Kamera stabilizatorini ko'rishingiz mumkin. Honor umuman qimirlamayapti. Mana bu yoqdagi boshqa smartfonni ko'rishingiz mumkin. U yoqdan bu yoqqa kadr qimirlab ketyapti, lekin Honorda hech qanaqa qimirlashlar bo'lmayapti. Mana yoqib yuboramiz. Mana oldiga o'tib ham sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Kadrda ko'rinayotgan bo'lsam ko'rishingiz mumkin. Men joyimda turibman, Honor smartfonda, lekin boshqa bitta smartfonda qimirlab ketib qolyapti. Xullas stabilizatori ham ancha kuchli qilib ishlangan. Undan tashqari taqdimotda ko'rishingiz mumkin. Honor o'zining maxsus motosi ham bor ekan. Motoga bitta o'tirib ko'ramiz. Xullas, moto haydab ko'rmaganman, lekin mashta sipleni bu yoqda gazligini bilaman. Skors birinchi tepaga urilardi, qolgani pastga urib ketilardi. Agar shunaqa bo'lsa. Xullas, lekin dizayni buni ham yoqdi. Bitta olddan ham ko'rishingizni so'rab qolaman. Mana oldidan ko'rganda, lekin gap yo'q. Honor innovatsiyasi juda ham ajoyib. Har bir o'zini texnologiyasi o'ziga mos tarzda chiqyapti. Taqdimotda mana shunaqa mashhur bo'lib ketgan o'zini roboti ham turibdi. Bu robotni men hali jivoy ko'raman deb o'ylamagandim, lekin mana taqdimotda ko'rishingiz mumkin. O'sha har xil yugurish chempionatlarida qatnashgan Honor maxsus roboti ham yoqda pistoletlar qo'yib qo'yishdi. Robotga ham lekin gap yo'q, o'zini mana kameralar ham bitta bor ekan. Xullas, ajoyib, odamni hayron qoldiryapti. Taqdimotda yana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa ajoyib fon qilib qo'yishibdi. Ya'ni Honor robot fon yordamida kamerasida har xil mana shunaqa kinoshniy effektli kadrlar olsangiz bo'ladi. Hech qanaqa montajlasiz, hech qanaqa qimmat kameralarsiz, maxsus Honorda shunday qilasiz. Mana shunaqa kadrda o'zi maxsus sizga videolarni yaratib beradi. Unaqa videolarni ko'rishingiz mumkin mana hozirda. Yana nariyoqda ko'rishingiz mumkin, yana bitta boshqacha fon qilingan. U yoqda ham Honor robot fonda syomkaga olinyapti. Hozir yaqindan sizlarga Honor robot fonni ko'rsataman. Shu videoni mashtacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib qo'yinglar. Mana haligi aytgan narsamni bu yoqda mana jonli tarzda olishyapti. Xullas soatni bu yoqda osilib turgan kadrda bu yoqda robot fonda syomkasi ketyapti. Hozir agar robot fon qo'limga tushishini hozir kutyapman, sizlarga o'sha tezkorlik bilan robot fonni bitta to'liq ko'rsatib beraman. Hozir mana yana повторный bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'sha kadrni hozir bitta olib ko'rsatamiz. Qarang turib beray, bratim sizga. Mana soatga osilgan holda hozir brat menga Honorda bitta video ishlab beradilar. Ketdi. Okay, men tayyorman. Tushib ketayotgan kadr bo'lib beryapman tipa. Tayyor. Qani bitta ko'ramiz endi. Mana ko'rishingiz mumkin. Soatni bu yoqda osilib turgani. Xullas bu soat Big Ben soatiga o'xsharkan, lekin gap yo'q. Xullas mana ko'rishingiz mumkin. Kamera mana men tarafga aylandi. Qo'limni bundoq qiladigan bo'lsam, kamera o'z joyiga kirib ketib qoladi. Ya'ni shunchaki qo'limda boshqarsam ham bo'ladi. Hozir kamerani bitta ishlatib ham ko'rsataman, yana bundoq qilamizda kamerani chiqaramiz. Mana kameramiz ochildi. Qani sim ochil. Mana kameramiz chiqib oldi. Xullas mana oldi tomonda buni bemalol mana bu yoqda pastki joystick orqali boshqarsa bo'ladi. Mana chapga o'ngga qilib ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana stabilizatordagi ishlatsanglar bo'lar ekan. Gap yo'q. Mana tepaga ham, pastga ham burib ko'rsatsa bo'lar ekan. Dizaynni ko'rishingiz mumkin. Mana ustki qatlamini
Mana kamera joylari ancha katta ishlanibdi. Mana bu yoqda o'zining spichkalari. Mana bu yoqda yana qo'shimcha ikkita kamerasi bor ekan. Oldida o'zining yana selfie kamerasi. Xo'p, bu AI menimcha bizga ingliz tili yoki boshqa tillarda hali beri qo'shilsa kerak. Hozircha faqat mana xitoycha turibdi, lekin barcha funksiyalari ishlayapti. Smartfon dizayniga 10 ballik shkaladan necha ball qo'yasiz? Shuni hoziroq yozib keting. Mana ko'rishingiz mumkin, chiroqlar ideal berilgan holda, mana kadrimni qaranglar, juda ham tiniq holda chiqarib beryapti. Mana kameraman bilan bemalol gaplasha oladi. Faqat hozircha xitoycha bo'lganini hisobiga men bunga gapirsam yo gaplarimni hozir tushunmayapti, chunki men o'sha o'zbekcha gapiryapman. Lekin mana kadr sifatini ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib. Hozir tepaga ko'taramiz. Ko'tarildi tepaga. Mana. Faqat sal sekinroq ishlashi. Endi mana hozir orqasiga o'girib ko'rsataman, bitta syomka qilayotgan. Tez ishlasa, может, endi kadrlar sal buzilib ketishi mumkin. Shuni hisobiga ham menimcha sekinroq ishlayapti. Mana 360 gradusda aylanyapti. Qimillatadigan bo'lsam, stabilizatorga lekin gap yo'q. Men eng maza qilganim lekin mana bunisi bo'ldi. Bundan aylantirsa, kamera kirib ketar ekan. Gap yo'q. Xullas smartfon hammani hayron qoldirdi. Mana YouTube'da videosini ko'rib oldingiz. Sizga yana qanaqa funksiyalari yoqdi bu smartfonni? Taqdimotda nimalar yoqdi? Shu haqida yozib qoldiring. Smartfonga necha ball qo'yasiz? Shuni yozib keting. Go. Xullas o'rtoqlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hozir ikkita telefon test ketyapti. Bu yoqda robotfon meni yuzimni tracking qilyapti. Bemalol qimirlatmasdan qo'limni qat'iy qiladigan bo'lsam, bu Honor smartfoni meni hayron qoldirsa va asha davom etyapti. Shuning uchun bu videoni eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bu smartfon sizga yoqdimi? Shuni o'zingiz izohlaringizni yozib qoldiring. Xullas o'rtoqlar, sodda qilib aytadigan bo'lsam, taqdimot juda ham zo'r o'tdi. Sizlarga qo'limdan kelgancha Honor robot fonning barcha ma'lumotlarini berib o'tdim. Xullas mana taqdimotni uzoqdan yana bitta ko'rib qo'yasizlar. Xullas video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.